ana shu aqlingizni ishlatmang. Qalbimga bir og'riq kiradigan holatlarni beryapti. Hayotingiz davomida nechta kitob o'qigansiz? Keling sanaymiz. Nima qilsam tushkunlikdan chiqib ketaman? O'zini hayotini zaharlash shunaqangi osonki sog'lom yashash. Oddiyligidan, soddaligidan eplolmaymiz. Nimaga? Lekin bilasizmi, gumonni to'xtata olmaymiz. Gumondan qutula olmaymiz. Buyrug'ini muhokama qilishga haqli bo'lmaganmiz. Bitta tilanchi 5 yil tilanchilik qilsa qancha tajribaga ega bo'ladi? Ajratishni boshladim. Qaysi tilanchi tajribali, qaysi biri tajribasiz. Ondan biri Xizr deb qo'ygan dinimizda. Bu nima degani? Har bir insonda sog'lom qilishning imkoniyati yo'q. Siz kimsiz? Olmosmi, shishami? Buni vaqt ko'rsatadi. Men de vahimalarni yenga olmaganman. Eplolmasamchi, unda Alloh nima uchun sizni O'zbekistonda tug'ilishingizni xohladi? Nimaga erkak qilib beraddi? Aynan nima uchun ayol qilib beraddi? Kim kasal bo'lmaydi, bilasizmi? Maqsad, katta maqsadlar qo'yib chopib yurgan inson kasal bo'lmaydi. Onlayn kursga qatnashdan maqsad nima? Assalomu alaykum, yaqinlarim, azizlarim, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Xonadonlar tinchmi? Omonmisiz? Yana bugun sizlar bilan g'oyibona diydorlashyapmiz. Ancha pauzalardan keyin, ancha tanaffuslardan keyin bugun sizlar bilan suhbatlashishga yana bir bor jazm qildik. Bilasizmi, nimaga uzoqlashib ketdik? Bir narsa borki, hayotda lazzat, ya'ni rohatlanish degan narsa bor. Bu insonga Alloh tomonidan berilgan ne'mat. İnson nimadandir rohatlanishi va mana shu rohatlangan narsani yana qaytadan boshdan o'tkazishni xohlovchi bir istak bo'ladi, xohish. Misol, insonga qanday rohatlanish, qanday lazzatlanishlar berilgan? Deylik, go'zallikdan bahra olish, dengizni tomosha qilish, manzara, tabiat manzaralarida bahra olish, oddiy baliq oviga borganda baliq ovini his qilish, o'sha qarmoqda po'kayiga tikilib, o'sha baliq tortganda qimirlashlardan lazzatlanish, ovqat yegan vaqtdagi lazzat. Erkaklarga ko'z bilan lazzatlanishni berdik. Avratingizni yoping ayollar deb kelyapti. Ko'z bilan lazzatlanish. Yana nima? Inson mehnatini, natijasini ko'rganda lazzatlanish, rohatlanish. Bilasizmi, bizda bemorlar shu darajada ko'pki, ming afsuski, ular ko'paygan. Afsuslar bo'lsin. Kelmang degan sarimiz odam ko'p. Endi ular bilan kelgandan keyin iloji yo'q, ishlaysiz. Kimdir eshigingizni taqillatib kelgandan keyin ko'ksidan itarishga haqli emasmiz. Mijoz haq. Shuni uyda ko'rib qilsangiz bo'lmaydimi degan savollarimizga o'zingiz bilan bir marta yuzma-yuz ko'rishimiz keldi. 10 kun birga bo'lgimiz keldi. Suhbatlashishni xohladik degan sabablarni ko'rsatishadi. Ular bilan ishlash va mehnatni natijasini ko'rgandagi rohat shu darajada yoqimliki, ancha uzoqlashib qoldik. Mana shu lazzat, mana shu rohatlanishlar bizni o'ziga jalb qilib, kelgan bemorlarga ko'proq e'tiborni qaratdik. O'sha ijtimoiy tarmoqqa, YouTube kanallariga kirib, roliklarni ko'rish, kommentariylarni o'qish ancha uzoqlashib qoldim. Oldin tez o'qib turganligim uchun o'sha kommentariyalar rohat berardi. Ya'ni odamlarning minnatdorchiligi, ularning duosidan rohatlanib, tezda rolik tayyorlardik. Bugun o'tirib, roliklarni yana bir qator kavlab, ulardagi fikrlarni o'qib, yana ilhom keldi. Yana sizlar bilan yuzma-yuz mana shu kamera qarshisida g'oyibona ko'rishgan, gaplashkim keldi. Xudo xolasa, mana suhbatni boshladik siz bilan. Har bittangizning xonadoningizga tinchlik tilayman, halovat tilayman, xotirjamlik tilayman. Rahmatli dadam duo qilardi. Doim bir xil duo qilardi. Ba'zida ichimda o'ylardim, boshqacharoq duo qilsa-yu degan fikr kelardi. Lekin keyin bildim bu narsani. Doim qo'lini duoga ochganda tinchlik, xotirjamlik bersin, halovat, sokinlik bersin deb duo qilardi. Endi tushunyapman bu narsani. Yoshimiz katta bo'lib, sokinlik, tinchlik nima ekanligini. Bilasizmi, har bir xonadonda tinchlik bo'lsa, halovat bo'lsa, qalblarimizda sokinlik bo'lsa, bizda kasallik bo'lmaydi. Bizda muammolar bo'lmaydi. Aynan bizdagi har bitta kasalliklarning zamirida, ichida, tub-tubida ichimizda bir halovat yo'qligi, sokinlik yo'qligi, jonsaraklik, bezovtaliklar
isyon qilish evaziga asta-sekin kasalliklar bosh ko'taradi. Insonda 4 bo'lakka bo'ladigan bo'lsak, birinchi bezovtaliklar fikrdan boshlanadi. Bu fikrni boshqarishga imkoni yo'q. Xuddi metro bekatini tartibga solishdek bir yechimsiz bir narsa. Fikrni boshqarish iloji yo'q. Mana ko'p eshitgansiz. Yaxshi narsalarni o'yla, orqaga tashla deb kimdir aytgan. To'g'ri gapirganini sezgansiz, ha degansiz, lekin eplolmagansiz. Qalbdagi og'riqlar, bu birovga aytmasdan qiynaladigan muammolar. Kimdir xafa qilgansiz, kimdir sizni xafa qilgan. Mana shu bezovtaliklar, ruhiy holat, ruhiyatdagi muammolar, ya'ni tushkunliklar, ezilishlar, kelajakka qaraganingizda hech narsani ko'ra olmaslik, xuddi tumanning ichida qolgandek, birorta ish qilmoqchi bo'lsangiz, birorta g'oyalarda yonib turib, bir soatlardan keyin o'sha g'oya qandaydir puchga o'xshashligi, qo'lingizdan kelmagandek bir tuyulishi, ya'ni bu holatlar, bular asta-sekinlik bilan tanani yemiradi. Xuddi zang temirni yemirgandek. Inson tanasiga yo'lni doimo fikr, qalb, ruhiyatdan boshlasa, eng odilona, eng to'g'ri yo'l deb bilgan bo'lardi. 10 kunlik kursimizda har xil savollarga, har xil fikrlarga uchraymiz. Shunday bir fikrlar, shunday bir savollar tug'iladiki, men bu narsalarga deyarli e'tibor bermay qo'yganman. Sababi kasal odamda sog'lom fikr bo'lmaydi. Agar sog'lom fikr bo'lganda, u inson kasal bo'lmagan bo'lardi. Bizga oldimizga endi asosan kasal insonlar, ya'ni bemorlikdan aziyat chekkan insonlar keladi. Tabiiyki, ularning fikrlarida albatta ya'ni nosog'lom fikr borligi uchun shu holatga tushadi. Men kelgan bemorlarga doim aytaman, aqli xushingiz joyida, aqllisiz. Men buni tan olaman. Lekin siz ham tan oling. Mana shu aqlingiz, mana shu muammolardan olib chiqishga yetmadi deyman. To'g'rimi? Ham tasdiqlashadi, to'g'ri deb. Keling, ana shu aqlingizni ishlatmang. Boshqa narsa ishlatamiz. Yo kitob o'qing, yoki kitob o'qigan insonga quloq soling deb tavsiya beraman. Juda ko'p bemorlarga oxirgi paytda savol beradigan bo'lib qoldim. Mana shu savollarimni oxiri ko'nglim to'lmaydigan yoki bo'lmasa qalbimga bir og'riq kiradigan holatlarni beryapti. Doim yoshlarni so'rayman. Yoshingiz nechida? Kimdir aytadi 45 da, kimdir 50 da, kimdir 18 da, 22 da, har xil yoshdagi insonlar keladi. Ularga savol beraman. Hayotingiz davomida nechta kitob o'qigansiz? Keling sanaymiz. Qo'lim ochaman. Mana shu qo'lim ko'pincha ochiq holatda qolib ketadi. 3 ta 4 ta o'qiganman dedi. Birortasini nomini ayting deyman. 10 tadan 3 tasi o'tgan kunlar dedi. Xo'p, o'tgan kunlarda Otabekda dadasini ismi nima edi? Desam, eslasholmaydi. Xo'p, nima ish qilardi o'sha odam? Qanaqa lavozimda ishlardi? Eslasholmaydi. Men aytaman, o'qimagansiz ekanda. O'qiganman, esimdan chiqib ketdi. Men aytaman, esidan chiqib ketgan bo'lsa, unda aytish nima kerak bor? Demak, o'qimaganmiz. Tasavvur qiling. 55 ga kirgan inson birorta kitob o'qimagan. Endi qarang, endi savol beradi. Nima qilsam tushkunlikdan chiqib ketaman? Mana shu savolga javob bering-chi. Tasavvur qiling, 55 yil yashagan insonda kallasida birorta kitob qolmagan. Birorta kitob yo'q. 55 yil umr o'tgan, bitta kitob o'qish uchun vaqt topa olmagan inson. Tushkunlikdan nima olib chiqishi mumkin bu insonda? O'zini endi qo'pol tuyuladi-da, o'zini kallasida hech narsa yo'q desam, qo'pol tuyuladi. Lekin rostdan o'ylab ko'ring-da, 50 yil, 55 yil, 60 yil, 40 yil yashab, bitta ham kitob o'qimagan insonlar atrofimizda to'ldirib yashayapti. Mana shu nimani keltirib chiqaryapti? O'zini haq-huquqini bilmaslikdan, sog'ligini saqlay olmaslikdan, dorilarga tobelikni, o'zini hayotini zaharlash, butun tanasini doriga, ximikatga to'ldirish bilan ovora bo'lib o'tyapti. Shunaqangi osonki sog'lom yashash, shunaqangi oddiyki sog'lom yashash, oddiyligidan, soddaligidan eplolmaymiz. Nimaga? Biz bir umr murakkab yo'llarni qidirganmiz. Biz bir umr qiyin yo'llarni tanlaganmiz. Oson yo'lni ko'rsangiz shubha bilan qaraydi. Xuddi nazarida uni muammosi juda katta-yu, siz berayotgan yechim juda ham kichkina ko'rinadi. Va o'sha katta hayoldagi muammosiga biz berayotgan kichkinagina yechim xuddi kalit bo'la olmaydigandek, o'sha katta qulfni ocha olmaydigandek tuyuladi va biroz shubha bilan harakat qilishni boshlaydi. Mana shu narsa yemiradi. Inson qancha aqlli bo'lsa, mana shu aql bilan baravar shubha ham teppa-teng o'sishni boshlaydi. Inson qancha aqlli bo'lsa, shuncha gumon kuchayadi. Gumon haromdir. Gumondan saqlaning.
gumon iymondan ayiradi deb bizga aytib o'tib ketgan Rasululloh alayhisalom. Lekin bilasizmi, gumonni to'xtata olmaymiz. Gumondan qutula olmaymiz. Gumondan qutulishni oddiy sodda yo'llari aytilgan. Buni hatto o'sha YouTube kanaliga joylagan roliklarda ham gapirib o'tib ketganmiz. Lekin amal qilish holati kam. Nega kam bilasizmi? Bir paytlar menga ustozim topshiriq bergan. Topshiriq qarang. G'ayri tabiiy, kallaga sig'maydigan topshiriq. Qanaqa topshiriq? Menga buyurgan. Tilanchilarni orqasidan kuzatasan deb topshiriq bergan. Bizda shunday holat bo'lardiki, ustozni buyrug'ini muhokama qilishga haqli bo'lmaganmiz. Og'zidan chiqdimi, bajarishimiz kerak. Bajarganman. O'sha paytda Nexia bir mashinam bo'lardi. Arendaga minardim, o'zimniki emas edi, ijaraga. Shu mashinani minib, svetoforlarga yaqin joyda to'xtab, o'sha svetoforlar oldida qayerda tilanchi bo'lsa, borib, o'shani orqasidan kuzatardim. Dedi svetofor tilanchi turibdi. Bitta oynani taqillatadi, mashinani tilanadi. Kimdir beradi, kimdir bermaydi. Kuzatyapman. Nimani o'rganishim mumkinligini tushunmasdim. 3 kun kuzatganman. Kuzatish ham qana bo'lgan. Ozgina kuzataman, endi bitta odamga tikilib o'tiraversangiz nima bo'ladi? Uyqu tortadi. Mashinada uxlab qolaman. Ko'zim ochsam hali tilanchi yo'q. Boshqasini qidirib ketaman. Bozorlarda yurardim. Mahallada qopini orqasiga tashlab olib yoki yelkasiga xaltasini tashlab olib, qo'shiq aytib yurgan devonalarning orqasidan yurganman. 3 kun. 3 kun o'rgandigan. 3 kun yurdim. Ustozning oldiga bordim. Nima bo'ldim? Yurdim. Nimani o'rganding? Hech narsa so'rayapti, kimdir beryapti, kimdir bermayapti. Ya tentak, analiz qilmadingmi? Nimani? Nechta odamdan so'rayapti? Nechtasidan nechta beryapti? Tilanchilarda farqini ajratmadingmi? Tajribalisi, tajribasizlari. Shunaqasi ham bo'ladi. Albatta, bitta tilanchi 5 yil tilanchilik qilsa qancha tajribaga ega bo'ladi? Yangi boshlaganichi. Bor, ko'r, o'rgan, tajribasini o'rgan. Ana shundan keyin bitta daftar tutib, yana qaytadan ketganman. 1 hafta muhlat bergan. 1 hafta tilanchilar orqasidan yuringda. Shu darajada ko'p narsani anglab yetasiz. Qarang, sanashni boshladim. Bitta odamdan so'radi yoki bitta mashinadan so'radi, bermadi. 1 dan 0. Ikkinchisidan so'radi, bermadi. 2 dan 0. Uchinchisi berdi, 3 dan 1, 4 dan 1, 5 dan 2. Shuna qilib sanab ketyapman. Bilasizmi? Ajratishni boshladim. Qaysi tilanchi tajribali, qaysi biri tajribasiz. Ajratishni boshladim. Bir haftaga topshiriq bergan, lekin 5 kun atrofida yurdim. Ustoz chaqirib oldi. Bordim oldiga. Nimani o'rganding? O'rgandim. Nima bo'lyapti? Tajribalilari meni hisob kitobim bo'yicha 10 ta odamdan pul tilansa, 10 tadan 3 ta, 4 tasi pul beryapti. Tajribasizlarga bitta odam beryapti. 10 tadan 1. Shunda siz aytdi, ko'rdingmi? Yozilmagan qonun qoida bor. 10 dan 1 ishlaydi. 10 dan 1 ishlaydi. Qo'limga 6-5 kubigini berdi. Ya'ni kubikda 1 dan 6 tagacha raqam yozilgan. Buni erkaklar yaxshi tushunadi, narda o'ynayotgan paytda foydalanishadi. 2 ta kubikdan. Mana shu kubikni berdi. Tanla bitta raqam dedi. 5 raqamni tanladim. Otib ko'r 10 marta. 1 marta otdim, 2 marta, xullas 10 marta otdim. Men tanlagan 5 raqami 1 marta tushdi. Ko'ryapsanmi? Necha marta foydalandim. Necha marta foydalansang shu qonun qoida ishlaydi. Ishonasizmi? Qayta urindim. 10 dan 1 ishlayapti. Tasodifiy holatlarda ba'zida 10 dan 2 ta tushib qoladi. Lekin 10 dan 1 qonun qoida albatta ishlaydi. Xohlasangiz siz ham otib ko'ring bu narsani. Bitta kubikni olingda, bitta joyiga metka qo'ying bir tarafiga. Bu bolalarning kubigi bo'lsa ham bo'ladi. Bitta tarafiga belgi qo'yingda 10 marta otib ko'ring. Siz tanlagan raqam 1 marta tepaga qarab tushadi. 1 marta 10 tadan 1 ishlaydi. 10 dan 1 Xizr deb qo'ygan dinimizda. Bu nima degani? 10 ta odamdan birini duosi albatta o'tadi. To'xtovsiz o'tadi. Mana shuni tushuntirdi ustoz. Ko'ryapsanmi? Hamma odamda baxtli qilish imkoni yo'q. Hamma insonda badavlat qilishda imkoni yo'q. Har bir insonda sog'lom qilishda imkoniyat yo'q. Sen bemorlaring ichidan o'z olmoslaringni qidirasan. Har bir insonning ichida yaltillab turgan nimadir bo'ladi. O'sha yaltillab turgan nimadir deb o'ylagan narsang olmos bo'lib chiqsa, nur ustiga nur. Sen ularga shakl berasan. Sen ularning nima ekanligini bilmaysan. U yaltillab turgan shishami,
olmosmi, senga vaqtlar o'tib bilinadi. Lekin seni qiladigan ishing mehr bilan ularga shakl berish. O'z olmoslaringni qidirasan. Men ham hayotda faqat o'z olmoslarimni qidirdim. Endi o'ylab ko'ring. Bir insonning qalbidagi o'sha yiltillab turgan narsa olmos bo'lib chiqsa, bilasizmi nima bo'ladi? 3 dona qirra ochsangiz ham u brilliantga aylanadi. Jamiyatga, xalqqa, elga, yurtga nafi tegadigan insonga aylanadi. Agar o'sha yiltillab turgan narsa shisha bo'lib chiqsa-chi, 1000 bitta qirra oching, u juda ham bejirim, juda ham chiroyli, lekin arzon munchoqqa aylanadi. Xo'p, endi savol. Siz kimsiz? Olmosmi, shishami? Buni vaqt ko'rsatadi. Siz bilan ishlayotgan inson mehr bilan ishlaydi, lekin o'sha mehr o'sha yiltillab turgan narsaga shakl beradi, lekin o'sha shaklga kirgan narsani bahosi oxirida bilinadi. Ishni oxirida qanchadir kun, qanchadir oy, bilmadim, balkim qanchadir yil ketadi. O'sha yillab, oylab yoki haftalab qilgan mehnatingiz oxirida olmosmidi, shishamidi? Buni vaqt ko'rsatadi. Yaqinlarim, olmoslarim, sizni o'tmishingizga tupurgan joyim bor. Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar hech narsani qizig'i yo'q. Siz hech qachon o'tmishingizga qarab turib o'ziga baho bermang. Siz kim bo'lishingiz meni qiziqtiradi. Olmosni tarixi ko'mir. Agar siz olmos bo'lsangiz, demak sizning tarixingiz ko'mir. Ko'mirdan olingan. O'sha olmosning kelajagi brilliant bo'ladi. Xo'p, endi siz bitta qarorga kelishingiz kerak. Shishamisiz, olmosmisiz? Mana shu joyda taqdiri Said dedi. Taqdiri Said bandalarimni inon ixtiyoriga berdi. Sizga tug'ilishingiz, kimdan tug'ilishligingiz, qachon tug'ilishingiz, qaysi jinsda tug'ilishingiz, qaysi davlatda, qaysi yurtda tug'ilishingiz, qachon vafot etishingiz, sizlarga kim aka singil, kim opa uka bo'lishligi, atrofingizdagi yaqinlaringiz bular hammasi taqdiri azal, Alloh hukmi. Lekin ana shu A nuqtadan B nuqtagacha qanday holatda yashashlik taqdiri Said bandalarini inon ixtiyoriga berildi. Meni aybdor qilmang deb kelyapti. Xo'p, endi qarang olmoslarim. O'sha qalbingizdagi olmosga shakl berishga urinib ko'rganmisiz? O'z ustingizda ishlaganmisiz? Hayotingizda nechta kitob o'qigansiz? Sizda ikkita variant bor. Yo kitob o'qishni boshlang, yoki kitob o'qigan insonga quloq soling, uni ortidan yuring. Sizda ikkisi ham yo'q. Juda ko'p insonda ikkisi ham yo'q. Yo kitob o'qimaydi, yoki kitob o'qigan insonga quloq solmaydi. O'z bilganicha yashaydi. Mana sizga savol. Shu bugungacha qo'lingizdan kelgan ishni qildingiz. Xo'p, nima bo'ldi? Nimaga erishdingiz? E'tibor bering, oxiri ruhshunos fikrlarni eshitib o'tiribsiz. Demak, shu yerga yetib keldingiz. Qo'lingizdan kelganini qilib. Nima maslahat beraman? Bugundan boshlab qo'lingizdan kelmaganini qiling. Hamma qilgan ishni qilmang. Juda ko'pchilik deyarli 90% inson bitta qarorga kela olmaydi. Ular oyog'ini tagini o'ylaydi. Ular har bitta ishni qilayotgan paytda o'sha vaziyatni o'ylaydi. O'sha holatdan kelib chiqib qaror qabul qiladi. Ular o'zini holatidan kelib chiqib qaror qabul qiladi. Ular o'sha qarori kelajakda nima berishini anglamaydi. Uzoqni ko'ra olgan insonlar bilangina ishlasangiz, ularni olmosligini his qilib ishlaysiz, mazza qilib ishlaysiz. Mana yaqinda Navoiydan bir yigit keldi. 15-sentyabrda kelgan. Mana bugunchi so'netchi? Bugun 19. Uje ertaga 20-oktyabr qaytib ketyapti. 15-sentyabrdan beri ketgani yo'q. Biz bilan birga. Bilasizmi, qanaqa holatda kelgan o'zi biladi, Alloh biladi va biz bilamiz. Juda tund qiyofada, juda ko'p muammolar, oilaviy muammolar, shaxsiy, uni aytishga endi haqqim yo'q. Shaxsiy problemalar sog'ligida, fikrida, qalbida, ruhiyatida har bittasida bir dunyo yuk bilan kelgan. Boshqa odamga aylandi. Navoiydan shogird tushish maqsadida kelgan. Yaqinda Samarqanddan, yaqinda Buxorodan, Xorazmdan shogird tushish maqsadida keldi. Nima quvontirdi aytaymi? Shunday masofadan qidirib kelgani emas, ularda olmosligini his qilib yayradim. Ular tayyor olmos, ozgina shakl bersangiz bo'ldi. Ular brilliantga aylanadi. Ular o'z yurtida elni yurtni duosini oladigan shaxs sifatida shakllanadi. Sizchi, siz qachon kimi etagini ushlashni niyat qildingiz?
O'sha mana ertaga ketadigan yigitga bitta so'zimiz turtki bo'libdi xolos. Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar bitta ustoz tanlang. Bitta ustozni etagini ushlang. Ushlang. O'zim eplayman degan fikrdan voz keching. Nega? Shu kungacha o'zingiz eplaganingizda eplardingiz. Shu kungacha eplay olmadingizmi? Bitta ustozni etagini ushlang. Ozgina muddatda juda ko'p natijalarga erishasiz degan gapimiz turtki bo'lgan ekan. Nega bu gaplarni gapiryapman? Sababi men ham boshida ustozsiz harakat qilganman. 12 yil shu ishni yo'lga qo'ya olmaganman. 12 yil. Nega? Jur'atsiz bo'lganman. Nega jur'atsiz bo'lganman? O'timda tosh bo'lgan. O't qopi bilan jigarda problema bo'lsa muammo, odam jur'atsiz bo'lib qoladi. Ertaga, indinga, dushanbadan shartmi hozir, nariroqcha boshlarman, orqaga tashlashni boshlaydi. Qaror qabul qila olmaydi. Menda jinsiy zaiflik bo'lgan. Demak, bu buyrakka borib taqaladi. Buyrakda muammo bo'lsa, odamda qo'rquv, vahima kuchayadi. Menda vahimalarni yenga olmaganman. Eplay olmasamchi, oddiy YouTube kanaliga rolik tayyorlab chiqaraylik degan taklifni 2 yil orqaga surganman. Nega? Mahallamdagilar o'qib qolsachi, tanishlarim ko'rib qolsachi, negativ yozib qo'ysachi, begonalar, negativ yozib qo'ysa, uni yaqinlarim o'qisachi, qarindosh urug'im ko'rsachi degan fikr, qo'rquvlar bir gap bilan aytganda atrofdagi insonlarning fikrlashidan, ularning fikrlaridan qutula olmaganman. Ularni hali menga aytilmagan fikrlaridan men qo'rqishganman. Hali aytilmagan fikrlardan qo'rqib yashaganman. Baraka topgunlar, boy bo'lgunlar, keling, o'z ustimizda ishlaylik. Bir gap aytaman. 10 kunlik kursimizga sog'ligi bilan kelgan bir qiz bilan ishladik. Adashmasam, yo 6 ta yoki 7 ta tilda gaplasha oladi. Mana shu qiz bitta maqsadini aytdi. Ya'ni adashmasam boshqa davlatni aytdi. Yo Turkiya dedi, yo Dubay dedi. Yo Turkiyada yoki Dubayda. Xullas ikkala davlatdan bittasini aytdi-da. Ya'ni muhimi qaysi davlatligi emas. Nima bo'lsa ham boshqa davlatni aytdi. Boshqa davlatda maktab ochmoqchi ekan. Miyamga qon tepdi. Savol. Boshqa davlatda nimadir ish qilishni xohlayotgan bo'lsangiz, unda Alloh nima uchun sizni O'zbekistonda tug'ilishingizni xohladi? Nimaga savol bermaymiz? Alloh nima uchun meni yaratdi? Millionlab urug'ni ichidan aynan nima uchun meni urug'imni tanlab oldi? Aynan nimaga erkak qilib yaratdi? Aynan nima uchun ayol qilib yaratdi? Aynan nima uchun mana shu insonlarni menga ota-ona bo'lishni xohladi? Nimaga savol bermaymiz? Nima uchun meni qishloqda tug'ilishimni xohladi? Nima uchun shaharda? Nima uchun O'zbekistonda? Nima uchun Qirg'izistonda? Nima uchun Qozog'istonda? Nega shu savollarga javob topmaysiz? Baraka topgunlar. O'zbekistonda tug'ilishingiz bu bejizga emas, bu Allohning xohishi bilan bo'lgan. Musulmon bo'lib tug'ilishingiz bu Allohning xohishi bilan bo'lgan. Qancha inson boshqa dinda tug'ilyapti. Baraka topgur, o'ylang, tafakkur qiling. Siz mana shu jamiyatga, mana shu xalqqa xizmat qilishingiz kerak. Mana shu jamiyatni ko'tarishimiz kerak. Nima bilan? Mehnatlarimiz bilan. O'rtoqlar, tafakkur qiling. Alloh bergan umr tugaydi. Bir kun tugaydi. Yaqindagina bo'lib tuyulyapti. Yaqindagina dada maktabga qachon boraman deb dadamga hiqillardim. Shuni hozir tiniq eslayman. Maktabga birinchi kun borgan kunim maktabdan qochib kelganman. Hozirgacha esimda turadi. Yaqinda kechagina bo'lganga o'xshaydi. Endi maktabni bitirganimizga 20 yildan oshdi. Tasavvur qilyapsizmi? Umr o'ta tez o'tyapti. Alloh bergan muddat tugayapti. Jon taslim qildik. Oradan 5 yil o'tdi. Hech kim sizni eslamayapti. Alam qiladimi, qilmaydimi? Mana shu sinov. Sizga savol. Tarixda qolish uchun nima ish qildingiz? Tarixda qolish uchun. Siz o'ylayapsiz, mehnat qilish uchun tug'ildim deb o'ylayapsizmi? Yo'q. Nima uchun? Chiroyli bir vatan, yaxshi bitta mashina, pul keltirib turadigan bitta do'kon qilib qo'ysam, farzandlarimni uyli joyli qilib qo'ysam bo'ldi deb o'ylayapsizmi? Shumi hayotdan vazifasi? Mana shu niyat yurgan inson, mana shu maqsadda yashayotgan inson albatta kasal bo'ladi. Kim kasal bo'lmaydi, bilasizmi? Maqsad, katta maqsadlar qo'yib chopib yurgan inson kasal bo'lmaydi. Demak, maqsadsizlik bizni qiynayapti. Maqsadsizlik, bekorchilik kasal bo'lishdan boshqa variant qolmayapti. Bitta fakt aytaman. Ayollarni kuzating. Kelin olgandan keyin kasal bo'lish ko'payadi. Nega? Ko'p ishni kelinlar qo'lidan oldi.
pensiyaga chiqqandan keyin, nafaqaga chiqqandan keyin kasal bo'lish ko'payadi. Nega? Oldin u ish bilan chalg'ayotgandi, bekorchilikdan kasal bo'lyapmiz. Boshqa variant qolmaganligidan kasal bo'lyapmiz. Kasal bo'lgandan keyinchi doriga o'tiryapmiz. Keyinchi doridan chiqa olmayapmiz. O'rtoqlar, qarang. Farmatsevtika bilan meditsinani aralashtirib yuboryapsiz. Meditsina insonlarning sog'ligini o'ylash uchun, ularni davolash uchun tashkil topilgan yo'nalish. Meditsina bu Qur'onda ham keltirilgan. 9 ta sabab qilib ko'rsatdim, 9 ta yo'lni sabab qilib ko'rsatdim deyapti. Bandalarni to'liq sog'lom bo'lish uchun. Shulardan bittasi meditsina. Lekin siz farmatsevtikaga mukkasidan ketyapsiz. Doriga, ukolga mukkasidan ketyapsiz. 70-80% inson vrachga bormaydi. Shu darajada reklamalar dorini singdirib olganki miyasiga, to'g'ri aptekaga borib dori sotib oladi. Shu darajada o'z bilganimizcha davolanyapmiz. Kimgadir quloq solganimiz yo'q. Aynan o'sha sohani ustasini qidirganimiz yo'q. Xuddi hamma narsani biladigandek. Hayotida badiiy kitob o'qimagan inson meditsina yo'nalishi bo'yicha qanday qilib o'zini sog'ligida g'olib bo'lishi mumkin, g'alaba qozonishi mumkin. İnson psixologiyasini o'rganmasdan turib, qanday qilib psixologiyasini to'g'rilashi mumkin. Insonda ruhiyati nima ekanligini anglab yetmasdan turib, qanday qilib insonda ruhiyatini ko'tara olish mumkin. Qanday qilib qalbni ichiga kirish, qalbni poklash mavzusida hech qanday mavzuni o'qimasdan turib, uni hal qilish mumkin. O'rtoqlar, qarang. O'z ustimizda ishlash vaqti keldi. Uje o'tib ham ketyapti. O'z ustimizda ishlashni boshlashimiz kerak. Hechdan ko'ra kech yaxshi. 25 yoshimda o'z ustimda ishlashni boshladim. Allohga beadad shukr. Hayotimdan nolimayman, lekin qiladigan ishim o'ta ko'p. Doim duolarimda Allohdan so'rayman, Allohim, o'lim haq. Qachon jonim olsang roziman. Bugun jonim olsang, bugun roziman. Qachon olsang roziman. Lekin umidvorman. Sendan yolvorib so'rayman. Uzoqroq umr ber. Oldinga quruq qo'l bilan borguchi bandalarning qatorida qolmayman. O'rtoqlar, qarang. Staj olmasa pensiya yo'q. Staj olmasa jannat yo'q. Stajni ko'paytirish uchun harakat qilaylik. Stajni ko'paytirish uchun qilingan harakatni zamirida baxt, farovonlik, sog'lik turibdi. Faqat sog'likni o'ziga intilsangiz, yo'lda qolib ketasiz. Nega? Jentira olaman deb harakat qilgan insonga jentira olish qiyinlashib ketadi, lekin spark osonlashadi. Siz tarixda qolish uchun harakat qilganingizda juda ko'p masalalar yarim yo'lda maqsadchaga aylanib qoladi. O'sha tarixda qolish uchun harakat qilasiz. U juda mushkul, juda qiyin bo'ladi. Lekin ungacha bo'lgan ishlar hammasi osonlashib ketadi. Keling, maqsadni katta qo'yaylik. Savol. Mana yaqinda onlayn kurs boshlanmoqchimiz. Xo'p, onlayn kursga qatnashishdan maqsad nima? Mana shu roliklarni ko'rishdan maqsad nima? Maqsadingizni aniqlang. Shunchaki lazzatlanish emas, shunchaki mazza qilish emas, nimadir topishingiz kerak. Ichingizda g'imirlash kerak, tinch qo'ymaslik kerak, o'zingiz holingizdan qanoatlanmasligingiz kerak. Bu noshukrlik emas, noshukrlik boshqa narsa. Nolish, uf tortish, menda yo'q, nimaga unaqa, nimaga bunaqa deb bu nolib o'tirish. Qoniqmaslik qanday? Qoniqmaslik, misol uchun bir paytlar men taksichilik qilganman, kira qilganman. O'sha paytda kiradan chiqib ketishim kerak, taksichilikdan ketishim kerak desam, yonimdagi taksistlar meni gaplarimdan jahli chiqardi. Noshukursan, o'tkir deyishardi. Har kuni qo'lingda o'ligi 100 ming pul bor, tirikchilik o'tyapti. Mencha noliysan? Men aytardim, men nolimayapman. Bu ish men bo'lmasa ham yuraveradi. Taksichilik, kirakashlik men bo'lmasam ham davom etaveradi. Shunaqa ishlar borki, men bo'lmasam yurmaydi. Men shunaqa ishlarni topishim kerak. Alloh meni shunaqa ishlarga yaratgan derdim. Ko'ryapsizmi? Shunchaki niyat, shunchaki maqsad. Shunchaki kulchatirda bosing. Qanday qilib yorug'lik berayotganini ilmiy tilda tushuntirib berishni bilmasangiz, bu hech narsani hal qilmaydi. Misol uchun mana ko'chatirda borsangiz, xonaga yorug'lik kirdi. Shuni ilmiy tilda tushuntirib bering-chi. Yorug'lik nima? Elektr nima? Hop, yorug'lik tezligi nima? Yo'q, 90% odam bilmaydi. Lekin ko'chatirda bosib, yoqishdan yoki o'chirishdan qo'rqmaymiz. Ya'ni tushunmagan ishimizni bemalol qilamiz. Siz ham shunchaki ko'chatirda bosing, oldingizga katta maqsad qo'ying. Yaratgan qachon berishini, ya'ni qachon yorug'lik berishini o'zi biladi. U yog'iga aralashmang. Mana shu gruppamizda, shu oxirgi 10 kunlik kursimizda bir odam savol berdi. O'tkirbek, labbe. Sahna diabet bilan kelgan. Mana sahna diabetdan chiqish yo'lini tushuntiryapsiz.
Men uchun juda ham sodda va juda ham oson ko'rinyapti. Lekin ichimda bitta shubha bor. Nega? Agar bu yo'l, bu usul rostdan ham sahrdan chiqib ketish uchun eng to'g'ri yo'l bo'lsa, nimaga hamma sahr shu yo'ldan foydalanmayapti deb savol berdim. Shunchaki kuldim. Nega bilasizmi? Qarang. Biz ko'rsatgan yo'l haqiqatdan ham sahrdan olib chiqib ketadi insonni. Haqiqatdan ham. Inson chin dildan istasa, chin dildan xohlasa, yurakdan bajarsa, 40 kun bilan 70 kunda o'rtalig'ida oshqozon osti bezi 100% vastanavit bo'ladi. Ya'ni o'zini o'zi tiklab, oshqozon osti bezi insulin ishlab chiqarish boshlaydi, qonda qand miqdori normaga tushadi. Bunaqa insonlar juda ham ko'p. Ya'ni sahrdan bir umrga qutulgan insonlar. Bittasi o'zim ham shu muammodan qutulganman. Endi qarang. Shu odam aytayapti, agar rostdan ham sahrdan chiqib ketish uchun shu yo'l eng to'g'ri yo'l bo'lsa, nega hamma sahr foydalanmayapti deb savol berdi. O'zi ham sahr. Mana shu shubha odamni to'xtatyapti yurakdan ishlash uchun. Endi sizlarga savol beraman. Mana shu olamda eng to'g'ri yo'l, eng haq deb bilingan, eng adolatli kitob qaysi kitob? Albatta Qur'oni Karim. Hamma biladi. Lekin hamma nega Qur'on o'qimayapti? Bu bir. Ikkinchisi, jannatni kaliti namoz deb hamma biladi. Lekin hamma nega namoz o'qimayapti? Bu ham xuddi shunaqa yo'l. Sahrdan chiqib ketishni eng to'g'ri yo'lini ko'rsatasiz. Xuddi hamma namoz o'qimagandek, hamma sahr ham bu yo'ldan foydalanmaydi. Foydalangani natijaga erishadi. Hayot sizniki. O'sha boshda aytgandek, xohlang o'ling, xohlang yashang. O'z hayotingiz uchun o'zingiz bitta qarorga keling. Anchadan beri bunday suhbatlar uyushtirmaganligimiz sababli mana deylik 3-oyga qarab ketyapti. Sizlar bilan ijtimoiy tarmoqlarda suhbat qurmay qo'yganligimiz uchun ozgina o'zimda nimasi bo'ladi, bu holatdan qandaydir chetlashgandek his qildim. Jinday qiyinchilik tug'ildi kamera qarshisida. O'rganib qopman 100 ta, 80 ta odamni ko'ziga qarab gapirish. Kameraning ko'zida hech qanday ma'no yo'q. Gaplarim qandaydir hissiz, emotsiyasiz, energiyasiz chiqqanday tuyulyapti. O'zim gaplarimdan o'zim ko'nglim to'lmayapti. Endi birinchisiga menimcha yetadi mana shu suhbat ham. Yana tez orada ko'rishamiz. Chunki niyat qildik yigitlar bilan. Roliklar ancha sustlashib ketdi. Rolik tayyorlab bering deyapti. Mana bugun sizlar bilan ozgina gaplashib mana ilhom keldi. Yana xudo xolasa yangi roliklar bilan xonadoningizga tez orada tashrif buyuramiz. Ilhom kelishi uchun ozgina yordaminglar kerak. Ya'ni hali aytganimdek, o'sha 10 kunlik kursimizda odamlar natijalarini gapirib berganda ilhom keladi. Jo'shib ishlaymiz, yonib ishlaymiz. Uni bizda qatnashgan insonlar hammasi guvoh, qay darajada yonib ishlayotganimizni o'z ko'zlari bilan ko'rishyapti. Buni qalban his qilishyapti. Yuzimiz ishlash jarayonida. Sizlardan ham menga yordam kerak. Ya'ni qanday yordam? Ozgina ilhom beringlar. Qandaydir savollar bo'lsa, Instagram, YouTube kanallarida o'sha kommentarlarda qoldirsanglar, o'sha savollardan kelib chiqqan holatda yana roliklar tayyorlab, sizlar bilan g'oyibona uchrashishni niyat qilyapmiz. Tez orada mana shu niyatimizni amalda ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa, buning uchun sizlardan ya'ni aktivlik, ya'ni bir yonishlikni so'ragan bo'lardim. Men bir gapni ko'p aytaman. Bir arava bo'lsa, aravani bir g'ildiragi bemor, biri mutaxassis bo'lsa, ikkala g'ildirak teng aylansa, arava mo'ljallangan joyga qarab ketadi. Mana shu ijtimoiy tarmoqlarda ajoyib suhbatlar bo'lish uchun siz bir g'ildiraksiz, biz bir g'ildirak. Ikkala g'ildirak teng aylansa, mana shu ijtimoiy tarmoqdagi roliklarga yana ham jon kiradi, yana ko'pchilikni xonadoniga kirib, ularga manzur bo'ladigan bir suhbatlarni uyushtirishni niyat qilib harakat qilgan bo'lardik. Omon bo'ling, xonadoningizdan hech qachon tinchlik, fayz, baraka, qalbingizdan esa halovat va sokinlik hech qachon arimasin. Olmoslarim, brilliantga aylanish vaqti keldi. Harakat qiling, o'z ustingizda ishlang. Boshqa variant yo'q. Atrofdan umidni o'zing, bandasidan, kimlardandir yordamni kutishdan bas qiling. O'zingiz uchun o'zingiz hayotingizni chiroyli qilishga harakat qilishni boshlang. Mana shu harakatlaringizda Alloh sizni qo'llashini, hech qachon yolg'iz qoldirmasligini, har bir mushkul ishlarda, har bir muammolarda o'zi madadkor bo'lishini, sizga yelkadosh, hamnafas bo'lishligini yaratgandan so'ragan holatda vaqtinchalik siz bilan xayrlashamiz. Omon bo'ling, tinch bo'ling.